Assalomu alaykum. Shenzhendagi plastik stanovlarda, mana ham plastik stanovlar. Plastik stanovlarda China Plast 2025 выставkasidamiz. Bu yoqqa mana endi Siemens ekan, qo'shimcha yordamchi narsalar, invertorlar. Mana ko'ryapsizlar, hammasi plastik quyadigan qalblarga narsa quyadigan stanovlar, hammasi shunaqa narsalar. Mana Pras Maffei degan germanskiy stanovlar ekan. Qisqasi mana yo'q shunaqa stanov. Bu hali 12-bino xolos. Bugun 3-mi 4-kun. Oyoqda oyoq qolmayapti. Hamma yo'q. Plastik quyadigan qalblar Tayjou shahardan, Zhangjiagang shahardan, Suzhou, o'shim Dongguan Xitoyda Guanzhousidan, ko'p shaharlardan internatsional, hozir mana 10ga kiramiz, bari chet elliklar, ya'ni shunaqangi nimalarni plastmassa ishlab chiqarish, stanovlarni ishlab chiqarish, ya'ni China Plast 2025 ishlayapsizlar.